Bu dunyoda faqat ona aytmas ekan birovga dardini. Agar yosh bo'lib kimgadir maslahat berayotgan bo'lsam yoki boshqacha gapirayotgan bo'lsam uzr. Faqat ona aytmas ekan bolaga dardini. Ko'pchilik farzandlar qattiq gapirib qo'yamiz-da. Ona meni tushunmaysiz, ona meni tushunmaysiz deb. Lekin onamiz bizni tilimiz chiqmagan paytda tushungan. Qornimiz ochiq qolganini hammasini tushungan. Shuning uchun iltimos, ota-onamiz borida doimo qadrlaylik, duolarini olib, mehrlariga olaveraylik. Rahmat. Xasta bo'lsam boshimda parvona, omonatim yolg'izginam bir dona. Xasta bo'lsam boshimda parvona, omonatim yolg'izginam bir dona. Bu dunyoda menim uchun yagonam, dardlashligim, dardga polvonim onam. Bu dunyoda menim uchun yagonam, bardoshligim, dardga polvonim onam.